Assalomu alaykum. Bugun Buxorodagi Drillman Development beton zavodiga mehmonga kelganmiz. Zavodimizda materiallar qanday ishlab chiqarilishini birga ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Birinchi qo'l yetkazib bera olamizmi mijozlarimizga? Birinchi qo'l yetkazib bera olamiz. Mana tayyor mahsulotimiz mana shu yerda. Kranimiz bilan mana shu atrofdan yuklab berib beramiz. Bu hozir plita perikritga to'g'ri cho'nayotgan bo'lsa. Shunday. Hozirgi paytda eksportga ham yo'q, faqat o'zimizning Buxorodagi mijozlarga ham yo'q, Toshkentga. Eksportga ham mo'ljallar qilamiz, proyektlarimiz bor. Oyna seximiz bor ichkarida. Bu bilan ham batafsil tanishtir. Oynani o'zi to'g'ri cho'nayotgan bo'lsam, Bu energiya bergan oynamiz deymiz. Bu yerda kirayli razmerni kesiladi-da, keyin atroflari tachit qilinib, pechkaga tiqib pishirib olinadi. Ya'ni 690 gradus pishiriladi. Уже каленое стекло. Kalyonli steklo. Profili отдельно bo'lar ekanda, to'g'ri cho'nayotgan bo'lsam, birga ishlab chiqarilmaydi oynalarda. Yo'q, profil boshqa deydi. Boshqa seximiz. Olim aka, rahmat kattadan. Juda ham qiziq bo'ldi. Birinchi marta hammamiz komanda bilan ko'ryapmiz. Oynani qanday ishlab chiqarilishini. Xo'p, rahmat. Salovat bo'ling.